Dunyoning megapolis shahriga aylanib ulgurgan Toshkent Markaziy Osiyoning yuragi sanaladi. Hududi va aholi soni bo'yicha nafaqat mamlakatning, balki mintaqaning bosh darvozasidir. Bugun poytaxtimizda 3 milliondan ziyod aholi istiqomat qiladi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan bu hudud hamisha mehmonlar, sayyohlar bilan gavjum zamonaviy kentga aylandi. Poytaxtimiz ham iqtisodiyot, ham nufuz jihatdan o'sib bormoqda. So'nggi yillarda shaxsiy avtomobillar 2-3 barobarga ko'payib, shahar ko'chalarida bir kunda 700-800 mingdan ziyod transport harakatlanmoqda. Yana yarim milliondan ziyod odam kuniga poytaxtimizga kelib ketadi. Bugun Toshkentning diqqatga sazovor joylari mutlaqo yangilandi. Lokatsiyalar o'zgardi. Bir tomonda bosh bulutlarga tegib turgan Nestvan, yana bir tomonda muhtashamlikda undan kam bo'lmagan zamonaviy binolar, aholi turar joy majmualari, mehmonxona, biznes markazlar. Shu sabab yurtimiz va uning Boshkenti mehmonlarning, sayyohlarning keti uzilmaydigan manzilga aylandi. Poytaxtning obodlikka yuz tutgan muhim nuqtasi Yakkasaroy tumanidamiz. Bugun Toshkentning osmono'par binolari samolarga bo'y cho'zmoqda. Keyingi 3-4 yil ichida poytaxtda mo'jizalar yuz berdi. Biz turgan mana shu manzilni olaylik. Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli ko'chasini juda yaxshi bilasiz. Ma'lumotlarga qaraganda, oxirgi 3-4 yil ichida ushbu ko'chaning yuzida joylashgan 50 dan ziyod zamonaviy binolar qad rostlagan. Ular orasida aholi turar joy majmualari, muhtasham mehmonxonalar, biznes markazlari, sport majmualari, zamonaviy ta'lim va tibbiyot maskanlari bor. Biz turgan 13 qavatdan iborat ushbu bino Rossiyaning nufuzli brendi sanalgan Azimut Hotels mehmonxonalar tarmog'iga qarashli. U 138 ming aholisiga ega bo'lgan nafaqat Yakkasaroy tuman, balki poytaxtning ko'rkiga ko'rk, chiroyga chiroy qo'shayotgan nufuzli, nurli majmua sanaladi. 100 o'ringa mo'ljallangan ushbu mehmonxonada 50 ta xonasi bor. Raqamlarga e'tibor qarating. Yakkasaroy tumanida 2024-yilda 216 million dollarlik xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. Bu raqam esa o'sish sur'ati 1.8 barobarga oshganini ko'rsatadi. 2025-yilda esa davlatimiz rahbari tomonidan berilgan topshiriqqa asosan xorijiy investitsiyalarning jalb qilinishi 500 million dollarga yetkazilishi bo'yicha loyiha portfeli shakllantirildi. O'tgan yilning o'zida hududiy investitsiya dasturida 166 million dollarlik 52 ta loyiha ishga tushirildi. Natijada 2 million 835 ta yangi ish o'rni yaratildi. 2025-yilda esa 39 ta loyiha ishga tushirilishi natijasida 2 million 900 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratilishi reja qilinyapti. Ko'rasiz, bitta dom o'rniga, etajli o'rniga katta imoratlar qurib, qancha necha yuz ming odam shu yerda istiqomat qiladi. Eng katta qurilishlar aeroport atrofida bo'lyapti. Bu yerda ham katta massiv qurilyapti. Mana bu ko'chaning yuzimiz, mana 3 yildan keyin kelsangiz bu ko'chani tanimaysiz. Nima deganda, Toshkent hozir turistik markaz bo'lyapti. Shu ko'chaning boshi 1.8 kilometr, Grinka ko'chasi, Bratislava ko'chasigacha gastronomik ko'cha bo'lyapti. Demak, hozir turistlar kelganda o'sha 24 soat ishlaydigan maskanlar bo'lyapti. Haqiqatda Toshkent endi Markaziy Osiyoda megapolis hisoblansa, demak, turistlar hammasi bu yoqqa kelyapti hozir. Eng katta qurilishimiz hozir Pushkin haykali. O'sha atrofida katta qurilish ketyapti. O'sha yerda fontanlar, suvdan qilingan soatlar, yo'lkalar bekiladi. Juda chiroyli maskan bo'ladi. 2017-yildan keyin Toshkentimiz umuman eniga ham, bo'yiga ham o'sib ketdi-da. Shunaqangi katta e'tibor berildi Toshkent shahriga. Ko'rib ko'ziz quvnaydi-da. Toshkent oldin bunaqa darajada bo'lmagan. Toshkentning yo'llardan oldin mahallaning ichidan yurib bo'lmas edi. Bu joylarga taksi kelishga qo'rqar edi. Chunki oldin o'sha mahallalarda ham ichki yo'llar umuman asfalt bo'lmagan. 30 yil, 40 yildan beri. Mana keyingi 2 yil, 3 yil ichida Toshkent shahrida mahallalarning ichki yo'laklari, ichki yo'llari asfalt bo'lmagan ko'cha qolmadi. Mana bizning mahallamizni o'zida ham 2018-yilda barcha yo'llar asfalt qilindi. Bo'lar ekan-u. Endi bu qurilishlarni eting. Masalan, bundan 10 yil oldin Toshkentdan ketib hozir Toshkentga qaytib keladigan bo'lsa, u odam adashib qoladi. Buni qarang, yangi Toshkentning qurilishini qarang. Yurtboshimiz o'sha yerda loyihasini ko'rsatdilar. Men to'lqinlanib o'tirdim-da, o'tib bo'layotgan ishlarni qarang.
420 gektar joyga yangi Toshkentda bog' barpo etiladigan bo'lyapti. Bu bo'lmagan narsa hech. 47 yildan shu tumanda ishlayman. Toshkent yuragi, Yakkasaroy tumani deydi. Tuman eng kichkina tuman. Bizaniki anklav hisoblanadi. Biz boshqa Toshkent viloyati bilan biz chegaradosh emasmiz. O'zimizning chegara mana shu boshqa tumanlar bilan chegaradoshmiz. Ammo Toshkentning darvozasi hisoblanadi. Aeroport bizada, Janubiy vokzal bizada. Sal yursangiz Severniy vokzal deydi, u ham bizga kiradi. Hamma mehmonlar demak Toshkentga biza orqali kirishadi. Oxirgi 5-6 yilda juda katta qurilish bo'lib ketdi. Mana hozir o'zim adashib keldim. O'zim tumanning 214 ta ko'chasi bor, hammasi kirib chiqaman, ammo hozir o'zim adashadigan bo'lib qolganman, chunki qurilish juda katta ketyapti. Umuman Toshkent o'zi tanib bo'lmaydi hozirgi kunda, katta megapolis bo'lib ketdi. Shunga muhtaram prezidentimiz Toshkentdan tashqari yangi Toshkent quramiz degan xulosaga keldi. Oldingi qiyofasini ko'rsangiz, eski Toshkent bilan hozir yangi Toshkentning o'rtasida juda katta farq bor. Ayniqsa Toshkent keyingi paytda megapolis bo'lyapti. Bekorga dunyo tan olmayapti. Mana muhtaram yurtboshimizni qilayotgan ishlarini qarang. Dunyo tan olyapti. Prezidentimizni dunyo tan olyapti. Mana Kuvaytga borib keldilar. Qarang, ularni kutib olishini qarang prezidentimizni. Kuni kecha Fransiyaga borib keldilar. O'tda eng katta orden, muhtaram yurtboshimizni olib borayotgan odilona siyosatlarini tan olib, ular legion ordenini ko'kraklarga taqib qo'ydi. Bu albatta katta e'tirof, e'tibor muhtaram yurtboshimizni odilona olib borayotgan siyosatlari, ularning shijoatlari, ularning tashabbuskorliklari, ularni xalq, nafaqat xalqimiz, butun dunyo tan olib turibdi-ku. Mana bekorga investitsiyalar kirib kelmayapti. Chet mamlakatdagi o'tdagi tadbirkorlar, katta kompaniyalar 7 o'chlar bir kesadi. Biz ham o'sha muhtaram yurtboshimizning yonlarida turib, sadoqat bilan fidoyi bo'lib, ularni yonlarida kamarbasta bo'lib turadigan bo'lsak, bundan ham go'zallashadi. Bundan ham obod bo'ladi mamlakat. Toshkent ayniqsa shahri. Buni qarang, Toshkentga bir kunda 1,5 million, 2 million odam kelib ketyapti. Bu Toshkentning o'ziga turistlar kelib ketyapti. Bu nimadan dalolat beradi? Bu rivojlanishdan, o'sishdan, taraqqiyotdan, bunyodkorlik ishlarini ko'rib turistlarimiz ular hayronda, lol bo'lyapti-da. Bir so'z bilan aytganda, bunday nurli manzillar 3-renesansga asos solish, yangi O'zbekistonni barpo etish, yangi IT avlodni rivojlantirish, ularning salohiyatini kuchaytirishga impuls beradi.